ko'p Cobalt mashinalarida lampochka kuyish sababi hozir ko'rsatamiz. Hozirgi kunda ko'p Cobaltlarda mana shu lampochka kuyish sababi ko'p bo'layotgan narsasi mana bu orqadagi plafonni erib, ichiga tushib qolyapti. Plafondagi mana shu narsasi erib, lampochka tegib qoladi. Shu sababdan ko'p lampochkalar bo'lib qoladi. Mana shu korpusi lampochkaga erib ketgan. Lampochkaga tegib qolib, lampochkaning kuyishiga sabab bo'ladi. Mana shuni kesib tashlasangiz, lampochkaga tegmasa, lampochka ham kuymaydigan bo'ladi. Mana shu ikkitasi olib tashlaymiz. Joyiga qo'yamiz. Xudo xohlasa endi lampochkani teskib qo'yamiz.